La ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohni desa jannatga kiradi. Biz nega namoz o'qiyapmiz bo'lmasa? La ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohni aytsa, vafot etsa, bo'ldi, jannatga kirar ekan. Siz dunyoda namoz o'qimagan bo'lsangiz, masjidga qatnamagan bo'lsangiz, gunohlar sodir etmagan bo'lsangiz, ota-onani duosini olgan bo'lsangiz, la ilaha illallohni aytasizda, ayta olasizda. Bo'lmasa til aylanmaydi. Perivalda bir kishini vafot etganini men juma amr ma'ruflarda aytganman. Avtohalokat bo'lyapti. Jon talvasasida odamlar aylanib aytayaptiki, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deng, deyapti. Uni og'zi qimirlayapti. Bir yigit aytayapti, nima deyotgan ekan deb quloqini og'ziga qo'ysa, 3 tasi 1000. Ko'proq olsangiz arzoniga beraman, deyapti. Ko'katchi bola ekan. Siz bugun la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohni tagida nima yotadi?